إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Öz vaqtida dua qilib Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Allah sizlarga orqadan tushadigan ming farishta bilan yordam beraman deb duoyinglarni ijobat qildi. Allah sizlarga faqat g'alaba qilganliklaringlarga bishorat berish va ko'nglingizni orom topqizish uchun yordam berdi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ey müminler, sizler eslanglar ki, aynı vaqtida müşriklar qarshi Rabbinglardan yordam talab qildinglar. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga qaraganda ular 300 necha, mushriklar qaraganda ular 1000. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom qiblaga yuzlanib turib, qo'llarini ko'tarib turib, "Ey Alloh, menga va'da qilgan va'dangni amalga oshirgin. Agar bu bir turkum islom ahli halok bo'lib ketsa, sen bundan keyin zaminda ibodat qilinmaysan. Zaminda sen ibodat qiladigan kishilar qolmaydi" yani. Payg'ambar alayhissalom shunday duo qildi, hatto duo qilaverib, yaktikimi mo'risidan tushib ketdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning yaktikini do'lisiga otib qo'ydi-da, ondan keyin turib, "Ey Allohning payg'ambari, Alloh taologa yetarlik duo qildingiz. Alloh taolo sizga qilgan va'dasini chuqum amalga oshirdi" dedi. Ondan fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati degan shu oyatni nozil qildi. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala arqa tushadigan ming farishta bilan yordam beraman deb duoyinglarni ijobat qildi. Tafsirshunos olimlar mundaq deydi: Jibril alayhissalom 500 farishtani elib tushib, qo'shinning o'ng tarafida jang qildi. Mikail alayhissalom 500 farishtani elib tushib, qo'shinning so'l tarafida jang qildi. Ya'ni ming bo'ldi shuning bilan. Farishtalarning faqat Badr g'azotida jang qilganligi, ya'ni jangga qatnashganligi bu isbotlandi va boshqa janglarda farishtalar musulmonlarning sonini ko'paytirish uchun tushgan bo'lsa-mu, ammo jangga qatnashmagan deb shundoq rivoyat qilgan. Va ma ja'alahu Allohu illa bushra lakum. Allah subhanahu va taolaning farishtalarni tushirish orqali sizlarga yordam berishi, g'alaba nusratdan xush bishorat berish uchun va bu orqali qalbinglarni xotirjam qilish uchun. Va man nasru illa min indillah. Ya'ni nusrat faqat Alloh taolo tarafdan. Nusrat amaliyotda, haqiqatda eng buyuk, eng ulug' Alloh subhanahu va taolo tarafdan keladi. Shunga sizlar Allohning g'alabasiga, Allohning yordam beradiganligiga ishoninglar. O'zingizlarning kuch-quvvatiga va soninglarga, tayyorliginglarga ishonib qolmanglar. Allah Taala haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Allah g'olib, ya'ni Allah Taolani hech kim yengolmaydi. Hech kim Allah ustidan g'alaba qilolmaydi. Allah hikmat bilan ish qilguchidir, ya'ni Allohning qilgan har qanday bir ishi bir hikmat bilan bo'ladi. Bir hikmatning taqozosi bilan yuz bergan bo'ladi. Allah taqdir qilgan ishlarning hammasi nurg'ulgan hikmatlarni o'z ichiga olgan. Va shundaqla Alloh taolaning ishi nihoyat puxta. Iz yughashikumun nu'asa amanatan minhum. O'z vaqtida aslanglarki, Alloh taolo sizlarga uyquni tashladi. Allah o'z huzuridan sizlarga xotirjamlik bag'ishlash uchun. Bu payg'ambar alayhissalomga berilgan mo'jizadan iborat. Chunki hammalar qo'rqib ketgan ahvol ostida, joning oldida Allah subhanahu wa ta'ala ularga uyqu tashladi. Shuning bilan ular qo'rqinish his qilmadi. Ali radhiyallohu anhu bu vaqtda shunday deydi: Badr kuni Miqdad radhiyallohu anhudan boshqalarimiz chavandozlik qilamidik. Men hammamiz qarasam uxlab qopdimiz, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir daraxtning ostida namoz o'qib, tong otqichilik yig'lab chiqibdi. Duo qilib, namoz o'qib yig'lab chiqibdi. Ibn Kasir rahimahulloh bu vaqt shunday deydi: Müminlar uyqu tashlashdan iborat bu ish jang qattiq qizg'an vaqti bo'lgan. Ularningki qalbi Alloh taolaning g'alabasiga, nusratiga nisbatan qalbi mutmain bo'lish uchun, xotirjam bo'lish uchun. Va yunazzila alaykum minas samaa'i ma'a. Alloh subhanahu va taolo sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirib berdi. Bu Alloh taolaning yana bir ne'matidan iborat. Chunki Badr g'azotida suv yo'qdi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo ularga yomg'ir yog'dirib berdi. Hatto vodiylar suv bo'lib oqdi. Sahobalardan ba'zilari junub bo'lib qolib,
Muşu su bilen pakizlandi. Liyutahhirakum bihi. Sizlarni paklaş üçün. Taharatsizlikten ve junupluktan paklaş üçün Allah yağmur yağdırıp berdi. Sizlerden şeytanninki vasvaslarını ketkiziş üçün. Yani sizlarni ussuzluktan qo'rqitayotgan, vasvas qilayotgan ahvolda sizlardan muşu şeytanning vasvaslarini ketkizish üçün. Baydavi rahimahulloh shundoq deydi. Rivoyat qilinadiki, ular nihoyatda to'piq joyga tushgan. Suv yo'qdi va qadamlari to'piq petib ketadi. Ular uxlab, ko'pinchisi ehtilom bo'lib qoldi. Shayton ularga vasvas qilib mundoq dedi. Sizlar suv yo'q joyga tushib qoldinglar. Suyinglar yo'q, qandoqmi g'alaba qilasizlar? Va sizlar tahoratsiz, junub holatda namoz o'qiysizlar. O'zinglarni Allohning yaqinlari, avliyo bandalari, bizning ichimizda payg'ambar bor deb gumon qilasizlar. Deb mushundaq vasvas qilgandan keyin Alloh taolo ularga yomg'ir yog'dirib berdi va qadamlar sabit bo'ldi, vasvasa ketdi. Valiyarbita ala qulubikum. Qalbinglarni bog'lash uchun. Ya'ni qalbinglarni Allohning nusratiga bo'lgan ishonch bilan, jazmiyat bilan kuchlantirish uchun. Va yusabbita bihil aqdam. Bu orqali qadamlarning sabit bo'lishi uchun. Ya'ni yomg'ir orqali qadamlarning sabit bo'lishi uchun, hattoki yomg'ir yog'masa qumliqqa, to'piga putlarning petib qolmaslik uchun. Imom Tabari rahimahulloh shundoq deydi. Yomg'ir orqali ularning qadamlari sabit bo'ldi. Chunki ular nihoyatda yumshoq qumliqning ustida edi. Anondan keyin Alloh yomg'ir yog'dirib, u ya'ni qetib berdi. Shuning bilan qadamlar u yerning ustida, jang maydonida mustahkam turdi. Ya'ni qumga, to'piga petib qolmadi.